Ominga o'rtog'imni tiqib qo'ysam suyolmaysan deb go'zal chiroyli seksual yigitimiz ma'noli gaplarni gapiribdilar. Asarim fantaziyalariga gapirib mana birgalashib tanib, mana men okamizani yuzlarini ko'rib yaqinroq qalban tanishib qo'ydik deyman. Asarim, значит siz meni omimga qo'tog'ingizni tiqib qo'yasiz, o'shanda ikkita tashog'ich bunda g'ijimlanib osilib turgan bo'ladi-yu, o'sha omimga tiqib qo'ygan vaqtingizda o'sha g'ijimlanib ketgan tashoqchangizni bunda g'arsh qilib qirqamanda, yaxshilab mana bunaqa o'ynab, mana bunaqa qilib ozgina o'ynab, keyin shuni pastga qo'yib tap qilib ikkita tashoqchangizni, dumaloq tashoqchangizni tarelka qilib yasayman deyman, bunaqa qilib asarim. Ana o'shanda pipi qilgim kelsa, o'sha tashoqchangizni shunday olaman, shu tagiga qo'yib turaman asarim. Shu pipi qilganimda pastda nima deydi, isrof bo'lmasin deb ikkalasini qo'yib asarim, mazza qilib sizni qo'lingizga beraman-da, keyin jingle bang, ding deb turasiz. Men ashula aytib turaman-da, orqada siz o'sha tashoqchangizni pipilari qilib ichib tashlaysiz. Vau! Juda ham takoy yoqdi menga bu tema lekin.